Sahrobiddin, xabaringiz bor. O'sha yuqorida aytib o'tganimdek, jurnalistlar bugun biz bilan hamsuhbat bo'ladilar va ko'rsatuvimizga, muloqotimizga yanada fayz olib kiradilar degan umiddamiz. Yana bir taniqli jurnalist Ra'noxon Hayitboyeva bugun ko'rsatuvimizga mehmon bo'ladilar. Ularni studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Ra'no opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Ra'no opa, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Marhamat. Gulmira opa, shu o'rinda yana bir suhbatdoshimizni ham taklif etsak. Albatta. Demak, o'simliklar karantini himoyasi ilmiy tadqiqot instituti Andijon filiali katta ilmiy xodimi Ulug'bek Bahodirovni ham taklif etsak. Marhamat. Ulug'bek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Ulug'bek aka, xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Bugun jurnalist va olimlar bilan suhbat, muloqot qanday zavqli, qanday go'zal. O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi Ulug'bek Bahodirov ham tashrif buyurgan. Ulug'bek aka, xush kelibsiz dasturimizga. Xush kelibsiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti nomidan, shaxsan o'zimning nomimdan sizlarni kuni kecha bo'lib o'tgan ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Ulug'bek aka, mana ko'ryapmiz, aynan studiyamizda mana shunday bir ko'rgazmalar bezab turibdi. Umuman olganda bugun o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan qanday yangiliklar olib borilyapti, qanday izlanishlar amalga oshirilyapti, shular haqida o'rtoqlashsangiz. Endi barchamizga sir emaski, nafaqat o'simliklar karantini va himoyasi sohasi bo'yicha, balki yurtimizda so'nggi yillarda butun boshqa sohalarda ham juda katta bir o'zgarishlar, juda katta bir yutuqlarga erishib kelinmoqda. Buni asosiy sababchisi muhtaram prezidentimiz keng yo'l ochib berganligi deb o'ylayman. Bizni o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan ham juda ham katta keng ko'lamli ishlar, ilmiy izlanishlar olib borilmoqda bu borada. Endi bularni barchasini sanab o'tadigan bo'lsak, menimcha vaqtimiz yetmaydi. Shuni hisobga olgan holatda birgina misol qilib, bugungi kunda faoliyat olib borayotgan laboratoriyalar deymizmi yoki olimlarimiz tomonidan olib borayotgan ishlardan qisqacha aytadigan bo'lsam, tashqi bizda aynan o'simliklarni himoya qilish sohasida zararli organizmlarga qarshi kurash bo'yicha kimyoviy preparatlardan foydalanish, bulardan tashqari biologik vositalardan, ya'ni ana shu zararli organizmlarga qarshi o'zlarini kasalliklaridan tashkil qilingan, ishlab chiqilgan mikrobiologik preparatlar yoki bo'lmasam ana shu zararkunandalar hasharotga qarshi o'zini entomofag hasharoti bilan qarshi kurashish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirib borilyapti. Bu borada ana shu o'zimizni mamlakatimizda uchramaydigan yangi turlarni chetdan introduksiya qilib olib kelinib, ana shu institutimiz laboratoriyalarida ko'paytirib ishlab chiqarishga joriy qilish ishlari amalga oshib borilyapti. Ushbu jarayonlardan Andijon viloyatimiz ham chetda qolmaydi albatta. Yaqindagina viloyatimizda faoliyat olib borilayotgan biolaboratoriyalar xodimlariga ilmiy tadqiqot institutimiz olimlari tomonidan biologiya fanlari nomzodi Tillaxo'jayeva Nigor opa yangi entomofag turini olib kelib introduksiya qildi va ushbu ishida amaliyotga joriy qilish bo'yicha viloyatimizga kelib o'quv amaliy seminarlar tashkil qilindi. Birgalikda, hamkorlikda ish tashkil qilib boryapmiz. Ulug'bek aka, mana bugun institutda olib borilayotgan yangilanishlar, o'zgarishlar bilan tanishtirdingiz. Aynan o'zingiz qanday ilmiy yo'nalishda ish olib boryapsiz va mana shu ilmiy ishingizda qishloq xo'jaligi sohasiga ahamiyat qaratilganmi? Endi o'zimizni ilmiy izlanishlarimiz haqida gapiradigan bo'lsam, biz 2019-yildan buyon
ustozimiz professor Azimjon Rahimqulovich bilan birgalikda ochiq sharoitda ekiladigan pomidor ekinini asosiy kemiruvchi zararkunandalar miqdorini boshqarishda ekologik xavfsiz kurash usullarini ishlab chiqish bo'yicha bir qancha ishlarni amalga oshirib bormoqdamiz. Ushbu mavzuda ish olib borishdan asosiy maqsad bilamiz, pomidor ekini eng asosiy qishloq xo'jaligi sabzavot ekinlari hisoblanadi. Ushbu ekinni zararkunandalardan himoya qilish muhim hisoblanadi. Shu borada biz ana shu mavzuni tanlaganmiz. Ana shu mavzu doirasida biz zararkunanda tunlamlarga qarshi entomofaglarni yangi usulda ko'paytirish bo'yicha ishlanma bilan chiqib, Adliya vazirligidan patent olishga erishdik hamda ushbu yangiligimizni viloyatimizda faoliyat olib borayotgan barcha biolaboratoriya xodimlariga joriy qilish bo'yicha ish olib boryapmiz bugungi kunda. Bundan tashqari yurtimizdagi, nafaqat yurtimizdagi, balki Andijon viloyatida faoliyat olib borayotgan biolaboratoriyalar, fermer xo'jaligi rahbarlari, ulardan tashqari tomorqa yer egalarida pomidor ekinini ekologik sof, toza qilib mahsulot yetishtirish bo'yicha tushuntirish ishlari, o'quv amaliy seminarlar tashkil qilinib, ma'lumotlar berib borilmoqda. Rahmat Ulug'bek aka, rahmat. sizga Bu ham. mavzu bilasizmi, Sharobiddin, Ulug'bek juda ham keng mavzu. Albatta. Olimlar bilan, ziyolilar bilan qancha ko'p suhbatlashsangiz, ularni qirralari ochilaveradi va ko'p yangiliklarni olaverasiz. Shunday ekan, bu mavzu yana juda keng, chunki Vaqt hozir ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib qolmoqda. Biz yana sizlar bilan suhbat qilishni ko'nglimizga tugib qo'ydik. Hali bu birinchisi va oxirgisi emas. Davom etamiz nasib etsa va hozirda esa ikkingizga ham bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz, o'ziga xos original ma'lumotlar uchun rahmat aytamiz. Izlanishlaringizda omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz va yana kelasi safar kelganingizda boshqacha bir hayratlanarli, foydali ma'lumotlar bilan kelasiz degan umidda sizlarni yana kutib qolamiz. Rahmat. Avvalambor bemalol hozir o'tirishingiz mumkin. Biz bilan birgalikda studiyani tark etish imkoniyati bor. Shoshilmang. Yana kelasiz hali suhbatimizga. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan jonli efirlardagi Andijon nafasi ko'rsatuvi uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib qoldi. Afsuski suhbatimiz qizg'in davom etayotgan edi. Hammamiz vaqtning hukmiga bo'ysunishga majburmiz. E'tiboringiz uchun rahmat aytamiz. Bizga bo'lgan diqqatingizdan minnatdormiz. Har kuni Andijon telekanali orqali soat 9 dan 10 ga qadar Andijon nafasi ko'rsatuvini kuzatishdan chekinmang deymiz. Rahmat hammaga. Demak, muhtaram do'stlar, sizlar bilan erta tongda dam olish kunida yana bir bor Andijon nafasi ko'ngilochar dasturida to'g'ridan to'g'ri efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Omon bo'ling.